Diqqat aholiga tezkor xabar. Dam olish kunlari O'zbekiston hududlariga kuchli yog'ingarchiliklar, sel suv toshqin hodisalari qaytadi. Videoni o'tkazib yubormasdan qaysi viloyatlarda kuchli yog'ingarchiliklar bo'lishini tezda bilib oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, may oyining dastlabki kunlarida O'zbekiston bo'ylab ob-havo o'zgaruvchan bo'ladi. Bu haqida O'zgidromet ma'lumot berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, dam olish kunlari respublika hududining katta qismida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida, Navoiy viloyatida ham shimolida yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyatining janubida asosan yomg'ir bo'ladi. Yog'ingarchiliklar 2 va 3 may kunlari faqatgina ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir bo'lishi mumkin. 1 mayda respublika bo'ylab ba'zi joylarda shamol tezligi sekundiga 13-18 metr sekundgacha kuchaydi. 2 may sanasiga kelib esa bu kuchli shamol ba'zi joylarda chang to'zonlarni olib keladi. Mamlakatimizda juma kuni havo harorati asosan kunduzi 27-30 daraja, dam olish kunlari esa 22-25 darajagacha pastlaydi. Shimoliy g'arbiy hududlarda bugun shanba 2 may kuni salqin bo'ladi va 20-23 daraja atrofida bo'ladi. Yakshanba kuniga borib esa havo harorati 27-30 darajagacha ko'tarilishi prognoz qilinmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 1 maydan 3 may kunlarigacha vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkent shahrida shanba va yakshanba kunlari vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduz kunlari 22-24 daraja iliq bo'ladi. 2 may kuni shamol tezligi 10-12 metr sekundgacha kuchayadi va shaharning ba'zi joylarida chang to'zonlar kuzatiladi, deyiladi xabarda.